Assalomu alaykum. Efirda Xorazm 24 informatsion dasturi. Bugun ham viloyatimiz hayotiga oid muhim voqea va hodisalar tafsilotlariga to'xtalamiz. Mamlakatimizda joriy yilning yanvar-fevral oylarida o'tkaziladigan muhim tadbir aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olishga tayyorgarlik ishlari doirasida mahalliy yettiligi vakillari o'qitilmoqda. Urganch tumanida mazkur jarayon oldidan ishtirokchilar, ayniqsa mahalla tizimi faollarining ko'nikmasini oshirishga qaratilgan o'quv seminari tashkil qilindi. Hozir shu haqda. Viloyatimizda 509 ta mahalla fuqarolar yig'inlarida reja asosida bosqichma-bosqich tarzda mahalla yettiligi vakillarini o'qitish ishlari tashkil etildi. Urganch tumanida ushbu muhim tadbirni aniq va real ma'lumotlar asosida o'tkazish uchun yetarlicha tajriba to'planmoqda. Seminarda 2 bosqichda bo'lib o'tadigan muhim jarayonda onlayn ishtirok etish imkoniyatlari ishtirokchilarga batafsil tushuntirildi. 17 kun davomida onlayn tarzda ro'yxatga olishda qatnashishning barcha bosqichlari mahalla tizimi faollariga amaliy tarzda ko'rsatildi. Barcha mahalla yettiligi xodimlarini to'liq ro'yxatga olish bo'yicha seminarlarimizda xatlardan o'tkazish jarayonlari to'liq tushuntirildi. Bugungi kunda bizlar aholini va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olishga to'liq tayyormiz. Birinchi navbatda 15-yanvardan 30-yanvargacha onlayn tarzda xatlardan o'tkazish belgilangan. Biz harakat etamiz Urganch tumanini shu birinchi etapda, ya'ni onlayn tarzda ro'yxatdan o'tishga barcha zaruriy chora-tadbirlarni ko'rib turibmiz. Ro'yxatga olish orqali mamlakatimizda istiqomat qilayotgan 38 milliondan ortiq aholining yoshi, oilaviy holati, ta'lim darajasi, migratsiya jarayonlari, ish bilan bandligi va daromad manbalari haqida yagona ma'lumotlar bazasi shakllanadi. Shu bilan birga 26 million gektar qishloq xo'jaligi yerlarining foydalanish holatini o'rganish va qishloq xo'jaligi sohasiga oid xizmatlar hajmini aniqlash imkoniyati yaratiladi. Bu jarayonda mahalla yettiligi xodimlarining ko'nikmasini oshirish, ular tomonidan savolnoma shakllarining mohiyatini respondentga tushunarli tarzda yetkazilishi hamda axborot tizimidan samarali foydalanishga bevosita bog'liq. Seminarda ushbu muhim tadbir ishtirokchilarining ana shunday mas'uliyatli vazifasi yana bir karra eslatildi. Mamlakatimizda muhim va mas'uliyatli jarayon. 2026-yilning yanvar-fevral oylarida aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbirlari boshlanmoqda. Ushbu jarayon O'zbekistonning kelgusi taraqqiyotini rejalashtirish, aholi turmush darajasini oshirish va ijtimoiy sohalarni yanada rivojlantirishda mustahkam asos bo'lib xizmat qiladi. Urganch tumanida ham ushbu jarayonga keng qamrovli tayyorgarliklar ko'rilmoqda. Mahalla faollari, jumladan xotin-qizlar faollari aholi o'rtasida tushuntirish ishlari olib bormoqda. Har bir xonadonning faol ishtiroki ta'minlashga ko'maklashmoqda. Aholini ro'yxatga olish bu faqat statistika emas, balki har bir fuqaroning o'z mahallasi, o'z hududi va mamlakat kelajagiga qo'shgan hissasidir. Ro'yxatga olish tadbirida keksa, jismoniy imkoniyati cheklangan fuqarolar bilan ishlashda mahalla faollarining o'rni muhim. Ularning ishtiroki orqali mazkur jarayonni samarali tashkil qilish mumkin. Shu bois seminarda mahalla xodimlarining bu boradagi ko'nikmasini oshirishga e'tibor qaratildi. Ularga savolnomalarning javobini aniq va to'g'ri qayd etish, ro'yxatga olishda texnik imkoniyatlardan kengroq foydalanish batafsil tushuntirildi.